Men judayam uzoq yashadim. Uzoq yashaganim uchun dunyo meni nazoratimda emasligini tushunib yetdim. Shuning uchun jang qildim. Malika, himoyachi va merosxo'r sifatida jang qildim. Jang qilaverdim. Kel, bu ahmoqona urushni tugatamiz. Nima deysan, biror joyda o'tirib gaplashib olamizmi? Setsu. Mana shunday. Bu nima? Bu tinchlik belgisi. Menimcha qora rang senga yarashadi, Dezas. Setsu. Mana shu kun men o'zim qilib turgan narsadan ketishim kerakligini angladim. Evilbero, Iblis Lordi qasri. Yo'qolganmi? Ha. Izladik, lekin topa olmadik. Hattoki Destiniya ham uni qayerdaligini bilmaydiganga o'xshaydi. Bu yetarli. Men tinchlikni saqlashga bergan va'damda turaman, hattoki seni qayta ko'rmasam ham. Setsu. Biz tinchlik shartnomasini tuzdik, ammo mustahkam tinchlikka erishish uchun hali ko'p ish qilishimiz kerak. Kuchimizni 2 barobar oshiramiz. Xo'p, buni amalga oshirish uchun hayotimni tikaman. Dezas Tolsama. Bugun Destiniyadan yangi mevalar yetib keldi. Hukmdorim, bu ona shahrimdan kelgan go'sht, yangi va mazali. Urush tugaganiga 5 yil bo'ldi. Yurtimiz mana shunday gullayotganini ko'rish ajoyib. Hamma bor kuchi bilan harakat qilyapti. Urush esa Hukmdorim. Balki men uni keragidan ortiqroq taqib yuborganim uchunmikan? Destiniyada mohir zargar bor deb eshitgan edim. Men uni ta'mirlatishga yuboraman. Rahmat. Bezovta qilganim uchun uzr. Anime Telegramdagi Anibro kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Unutmang, Anibro siz kutgandan ko'proq.忘れられない手の感覚が通り過ぎていく日常を壊していく後悔を消して夜の色僕は染まる思い出せるかいあの日の約束を人は魂恨んでいくでもそれでも惹かれ合うから逃げないよ絶対だからやめない叫べ Continue distortion 絆あなたの声が届けて切なボリュームが上がる手数料を呼ぶ声が聞こえたからあなたは一人じゃないよそばに置いてよさえ怖くないようにどう回りでもいい聞かせてよ嘘みたいだねって笑うあなたにありがとう夕日までTo'rtinchi qism, ikkinchi marta sovg'a berish. Muhim hisobot. Bizni yerlarimizga Destiniya armiyasi bostirib keldi. Ayni vaqtda Evilbaro chegaralarida urush alanga olgan.
Shartnoma imzolanganiga 5 yil bo'ldi. Qanchalik nozik tinchlik. Qaror chiqarishga shoshilma. Hamma generallar yig'ilsin. Biz armiyani tayyorlaymiz. Hop. Zion, Lamina, darhol Destiniyaga yo'l olinglar. Nimadir noto'g'ri. Vaziyatni tushunishimiz kerak. Hop. Setsu, nima bo'lishidan qat'iy nazar va'damga vafo qilaman. Birinchi omborga qurol-yarog'ni, ikkinchi omborga esa oziq-ovqat va dorilarni qo'yinglar. Tezroq. Jang maydoniga qaytishimiz kerak. Bu safar tirik qaytishimizga hech kim javob bera olmaydi. Biz avval umuman ko'rmagan katta va zirhli dushman paydo bo'ldi. Nimaga tinchlik shartnomasini imzoladik o'zi? Ha, biz odamlarga ishonishimiz kerak emas edi. Agar ular keng qamrovli urush olib borib, ta'minot liniyasini yo'q qilishsa, biz qo'ysangchi. Biz shunchaki biroz vaqt sotib olsak, iblis lorda hammasini hal qiladi. Bir oy vaqt o'tdi, lekin hamon Destiniyadan xabar yo'q. Hozircha ushlab turishimiz mumkin, lekin bu turishda mamlakatimiz ko'pga chidolmaydi. Men Setsuga bergan va'damni bajara olmaymanmi? Ma'zur tutasiz. Vlad, nima bo'ldi? Hukmdorim, Teran savdo kompaniyasidan Teran Snitter siz bilan uchrashmoqchi. Teranni o'zimi? Unda uchrashuvdan bosh torta olmayman. Kirsin. Xo'p. Jinnimisan? Og'zingga qarab gapir, yaramas odam. Yo'q, men butunlay jiddiy gapiryapman. Menimcha bu juda ham yaxshi taklif. Men Teran Trading kompaniyasi kuchidan Destiniyaga qarshi urushda sizlarga yordam berish uchun foydalanmoqchiman. Xo'y, hukmdor, bundan boshqa yana nimani xohlashing mumkin? Sen boylikni dunyodagi eng kuchli narsa deb o'ylaysanmi? Ha, agar xohlasang yordam berish emas, bu urushni to'xtatishimiz ham mumkin. Teran savdo kompaniyasi kuchi mana shunaqa. Va buni evaziga nima so'raysan? Buni evaziga sen iblis lorda Dezastol Serena xotinim bo'lishingni xohlayman. Sen meni o'zingni quling qilmoqchimisan? Buni istagancha atashing mumkin. Menga faqatgina seni go'zalliging kerak. Mana buni unashtiruvimiz ramzi sifatida qabul qil. Bu axir qullik la'nati va juda ham kuchli. Sen anchagina tayyorlanganga o'xshaysan. Bunday narsani qayerdan olding o'zi? Buni qidirish uchun biroz vaqtim ketdi. Lekin hammasini senga bo'lgan muhabbatim tufayli qildim. Hukmdorim, unga shunchaki e'tibor ham bermaslik kerak. Bu eshakni zudlik bilan. Menga o'ylash uchun vaqt ber. Hukmdorim, menda bu dunyoning hamma vaqti bor. Lekin bir narsaga hayronman. Seni vaqting bormikin o'zi? Senga bergan va'damni bajarishni yagona yo'li nahotki shumi? Hukmdorim, men hammangizga ketishni aytgandim. Siz bu bema'ni taklifni qabul qilishingiz shart emas. Sizni armiyangiz oxirgi nafasgacha siz uchun jang qilishga tayyor, jumladan men ham. Buni bilaman. Shuning uchun bunday qila olmayman.
Sen hozir meni iblis lordi mavqeiga noloyiq ahmoq ayol deb o'ylayapsanmi? Men hali taslim bo'lmayman. Ma'zur tutasiz. Sen menga qora rang yarashadi deb aytgan eding. Oq kiyim kiyishga majbur bo'lganimda ustimdan kularmiding? Setsu. Dezastolni ishontirish men kutganimdan ham osonroq bo'ldi. Teran savdo kompaniyasi rejalaringizni amalga oshirishga bergan va'dalarda ishonchda oqlayapti shekilli. Iblislar mamlakati endi bizni nazorat ostida. Agar yana birozini turtkilasak, urushdan qo'rqib rozi bo'ladi. Bu sehrli askarlarni bekorga olib keldimmi? Buni hojati yo'q. Nimaga yo'q? Siz iblislar mamlakatini xohlaysizlar. Menga esa go'zal iblis lordi kerak xolos. Biz shunday kelishgandik shekilli. Chunki bu xo'jayinimning xohishi. Nikoh kechasi. Kuyov Teran Snitter va kelin Dezastol Sereno. Sevgi belgilaringizni almashtirishingiz mumkin. Men Teran Snitter va iblis lordi Dezastol Sereno bugundan er va xotin bo'lishga va'da beramiz. Shuningdek, Teran savdo kompaniyasi iblislar mamlakatini savdo sotig'ini o'z bo'yniga oladi. Biz bu dunyoga abadiy farovonlik va barqaror tinchlik olib kelishga va'da beramiz. Va endi fuqarolarim, yangi iblis lordiga sodiqligingizni isbotlang. Biz birgalikda dunyoni himoya qilib nomlarimizni tarix kitoblariga abadiylashtiramiz. Bo'ldi, tomoshani tugatamiz. Dezastol Sereno, endi menga abadiy sevgingni bag'ishlaysan. Qani edi seni oxirgi marta ko'rsam, Setsu. Nima? Nima bizga hujum qilishyaptimi? Senga yordam berishga keldim. Malikam. Setsu. Vladson, mana bu yoqqa qara. Bu Setsu, to'g'rimi? U odatdagidek yuqorida. Tezroq. Sen kimsan? Kimsan deyapman? Hoy ahmoqlar, nima qilyapsizlar? Meni himoya qiling.
Olivia, Deza, senga oq rang umuman yarashmas ekan. Sen yaxshisi to'y libosini kiyishni butunlay unut. Zulmat sehri olg'a. Qimirlayolmayman. Dengiz ma'budasi quruqlikda unchalik kuchli emas ekan. To'xta! Xo'sh, Dezasni har bir ko'z yoshi uchun javob berishga tayyormisan? Qahramon Setsuni paydo bo'lishini kutmagandim. Bu haqida hojamga xabar berish kerak. Seni hojang? Nima? Mana bu yerda. Shu xolosmi? Sen hattoki harakat ham qilmayapsan. Chindan ham kuchlisan. Lekin hozir xo'jayinimga xabar berish muhim. Buni keyinroq hal qilamiz, qahramon Setsu. Janursan, u qochib ketdi. Setsu! Seni sog'indim, Setsu! Sen meni tashlab, qayerlarga ketib qolding, ahmoq? Ha, bu biroz uzunroq hikoya. Nima bo'lganda ham xavfsiz ekanligingdan xursandman, Dezas. Haligi sizlarni bezovta qilganim uchun uzr, lekin la'natdan yasalgan sehrli askarlar. Bu la'natlar. Menimcha buni orqasida Toma turibdi. Men buni mumkin emas deb o'ylagandim, lekin rostdan ham orqasida Toma bo'lishi mumkin. Men senga iblis lordi sifatida yordam beraman, Setsu. Bu narsalarni kiyishga majbur qilgani uchun javob beradi. Bu yerdagi ishlarni senga qoldiraman va Regulusning oldiga boraman. Kim biladi Toma nima qilishga harakat qilyapti? Hayvon odamlar. To'g'ri. Hayvon odamlar shohi Regulus bizga yordam bersa yaxshi bo'lardi. Lekin shoshilish kerak. Biz bu tinchlik shartnomasini ushlab qolishimiz kerak. To'g'ri. Biz buni va'damiz uchun qilishimiz kerak. Nima, biz darhol ketamizmi? Sen mendan yana transport sifatida foydalanmoqchimisan? Tuni bilan yugurib keldim va bu yerda ham jang qildim. Setsu-san! Qala butunlay vayron bo'pti-ku. Sen ulgurib keldingmi? Ha, lekin kechikishimga biroz qoldi. Sen buni unga o'zing taqdim etishing kerak. Bu juda muhim, to'g'rimi? Ha, rahmat. Setsu. Bu ikkinchi marta. Ha, ikkinchi marta. Ha, to'g'ri. Sen yana bir marta menga haqiqiy yashashni mazmunini yana bir marta o'rgatding.
Telegramdagi Anibro kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. 物語は何度でもここから始まってゆく大抵はハッピーエンドへと続いてく故に起承転結僕らの子まで転がってゆく幸いまだペンは握って離さないインクが滲んだってほら次のページへくしゃくしゃになったってやり直せない日々を綴れいつか蘇るを今を愛しく思えるより今の僕たちはきっと今だプロのログで浮き足たちで不透明な水も甘いのかいなぐれそして僕たちはいつかピリオドの向こうであらこだ笑いながら後悔しよう何度泣くとしたって最後の最後笑えればいいさそして物語は何度でもここから始まってゆく The Ambition Rostini aytsam, men senga hamroh bo'lishni juda ham xohlayapman. Lekin qirollikni bunday vaziyatda tashlab keta olmayman. Ha. Tinchlikni qaytarganimizdan keyin xohlagan joyingga olib boraman. Yaxshi, bu va'da. Haligi bu urushga bog'liq emas. Hech qanday vaziyatda siz qirollikni tark etmasligingiz kerak. Sen yana doimgidek burningni suqyapsan. Hammasini dezasga tashlab qo'yish kerak emas. Iblis lordi shu qirollikda yangi do'kon ochishimga ruxsat berdi. Va nihoyat orzuyim ushaladi. Ishonching komilmi? Qimmatbaho broshimni ta'mirlab bergani uchun qila oladigan eng kam ishim bu. Yordaming uchun rahmat, Setsu. Agar biror narsa kerak bo'lsa, biz doim sen tarafdamiz. Ha, men har doim senga ishonaman. Yaxshi, ketishga tayyormisan? Nima ham derdim? Manzil qanchalik uzoq bo'lmasin, men senga hamroh bo'laman. Ha. Yana bir marta. Hammasini tugatganingdan keyin yonimga qaytib kel, Setsu. Ha, tez orada uchrashguncha. Keyingi qism. Ikkinchi marta birgalikda sayohat.